Voy qizim, tinchlikmi? Ne kelding? Oyi, erim meni uydan haydab yubordi. Bu yoqgachi, qani o'tirchi. Hammasini boshdan gapirib ber, nima gap? Qaynonam bilan qaynotamning xizmatini ko'rib charchab ketdim. Uyda umuman ish tugamaydi. Jonimga tegib ketdi. Erimga shu narsani tushuntirib etsam, meni tushunmasdan uydan haydab yubordi. Kelin, nimadir tomog'im qaqrab ketdi. Issiq choy damlang. Nima men sizga choy damlab berishim kerak? Oyijon, men sizni xizmatingizni qilishga majbur emasman. Choy kerak bo'lsa, tomog'ingiz qaqragan bo'lsa, mana bemalol choy damlab ichib olishingiz mumkin. Men faqat erimning xizmatini qilaman. Erim etsa, qilib berishim mumkin. Ye, kenayi, tilingiz chiqib qoptimi? Singiljon, qaynona qaynotani xizmatini qilmaslik sizga mumkin-u, menga mumkin emasmi? Men majbur emasman oyingizlarning xizmatini qilishga. Tinchlikmi? Aka, kenayimni ja erkalatib yoribsizmi? Tillari chiqib, oyimga xizmat qilmayman deyaptilar. Qizim, keyin to'g'ri aytibdi. Keyin ham meni xizmatimni qilishga majbur emas, lekin fazilatli ayol qaynona bilan qaynotasini xizmatini qilishdan hech qachon bosh tortmaydi. Ering yolg'iz farzand bo'lsa, qaysi erkakga yoqadi ota-onasini yolg'iz tashlab ketish? O'g'lim, sen meni tashlab ketgan bo'larmiding? Yo'q, oyi. Men sizni tashlab qayerga ketaman? Ko'rdingmi? Akinam bu narsani xohlamaydi. Qara qizim, sen qaynona bilan qaynotaga xizmat qilishdan bosh tortganing ozgina vaqt ichida kino orqali menga qaytyapti. Ertaga senga bolalaringdan qaytadi. Nima sen qishloqdagi kelinlarga o'xshab ertalab 3-4 dan turib noyob bo'lsanmi? Sigir sog'votsanmi? O'choqda ovqat qilvatsanmi? Ketmonda dala chopvatsanmi? Qiladigan ishing shu qaynona qaynotangning xizmatini qilib, oldiga issiq ovqatini qo'yib, duosini olish-ku. Shu ham senga malol kelyaptimi, qizim? Qizim, meni xizmatlarimni qilish sizga malol kelyaptimi? Menga sizni adajonning xizmatlarini qilish hech qachon malol kelmagan. Bu savobku. Men shunchaki Azizani aqlini kirgizib qo'ymoqchi edim. Aziza, men bor o'zi. Baraka toping, qizim. Ko'rdingmi keningning odobini? Bizning xizmatimizni qilib biror joyi kamayib qolgani yo'q. O'g'lim, seni ozgina vaqt biznikida mehmon bo'lib o'tirib tursin-da, keyin darrov uyga olib borib qo'ygan. Yoshlik qilib qo'yib singlim deb kuyovimdan uzr so'rab qo'ygan. Xo'p, oyi. Uyat.